Erim ustidan arsib keldim. Tegishlimi? Erim menga xiyonat qilyapti. Seni qo'ysizchi. Farhodjon xiyonat qiladigan odammi? Ya, qo'ying. Ishonmaysizmi? Yo'q, albatta ishonmayman. Mana isbot. Mana. Nima bu? Kim u? Bugun men shuni topib oldim mashinasidan. Mashinasidan? Ha? Bir kun pomada topib olaman. Bir kun ayollar atirini topib olaman. Bugun men shuni topib oldim. Chaqiring o'zini. Bir sharmanda qilib tashlang. Bo'l, anaqa qiling. Seni nima deydi? Haligi siz o'zingizni bosingda, Farhodjon yaqin ketgandi. Hokimiyatga jo'natib olgandim. Haligi siz buni menga bera qoling, menga bering ha. Qarang, seni. Siz uyga ketavering. Hali anaqa Farhodjon kelsa, biz hamma bilan birga erkaklar jamoasi kollektivda majlis qilaman-da, o'zim sharmandasini chiqaraman uni. Nima deysiz shunga? Hammani oldida sharmanda qil. Bo'ldi, singlim. Siz xavotir olmang. Siz hozir asabingizni tinchlatmangda, ketavering, xo'pmi? Biz bu yerni o'zimiz aqlli qilib qo'yaman. Xo'p, sizga ishondim. Bo'ldi. Xo'p, bo'pti. Yaxshi borib keling. Voy. Adajonisi, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Adasi, pul bersangiz shundoq magazinga chiqib kelsam, non qolmabdi uyda. Ha, kostyumni cho'ntagida bor. Olgin, eshik kilib qo'yganman. Xo'p, bo'ladi, hozir. Voy, adasi, mani narsalarim siz cho'nchagingizda nima qilyapti? Bir haftadan beri qidiraman. Nima? İki hatırlı dostum Bala yağdı başka